Bugun bizda o'qigan yigit ertaga iqtisodiy yechimlarni yaratadi. Bugun bilim olayotgan qiz ertaga jamiyatga ilhom bag'ishlaydi. Biz ularni kuchli nazariya, amaliy tajriba va global qarash bilan tayyorlaymiz. Shunchaki diplom emas, natija uchun. Shunchaki auditoriya emas, hayotga tayyorlaydigan muhit uchun. 40 ga yaqin yo'nalish, yildan yilga oshib boruvchi grant, iqtidorli talabalar uchun stipendiyalar, xalqaro universitetlar bilan o'zaro ta'lim almashinuv dasturlari. Barchasi iqtisodiyot va pedagogika universitetidagi ta'lim imkoniyatlaridir. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti yuksalishga tayyor bo'lganlar uchun. Assalomu alaykum azizlar, salomatmisiz, omonmisiz? Bugun Iqtisodiyot va pedagogika universitetining rektori, hurmatli ustozimiz Otabek Nashvandovich Bozorov bilan qisqa suhbat qilib, ular bilan yaqinroq tanishishni maqsad qildik. Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Zo'misizlar. Endi bugun vaqtingizni ayamasdan avvalo suhbatga taklif qilganingiz uchun, taklifimizga ko'nganingiz uchun alohida rahmat. Men o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz ko'pchilik ustozlarimizga ham, talabalarimizga ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Bemalol. Har qanday ta'lim, tarbiya oilaviy muhitdan boshlanadi deyshadi. Keling, avvalo oilangiz bilan o'zingizni yaqinroq tanish maqsadida o'sha bolalik yillaringizdan boshlasak, qanaqa oilaviy muhitda o'sdingiz, qaysi o'quv yurtlarida o'qidingiz, shular haqida ozroq gapirib bersangiz. O'zim to'g'rimda to'xtaladigan bo'lsam, o'sha Qashqadaryo viloyati Koson tumani Sayot qishlog'ida tug'ilganman. Oilamizda otam rahmatli ham, onam rahmatli ham maktabda o'qituvchi bo'lib ishlashgan. Oilada 12 ta farzand biza, 8 o'g'il, 4 qiz. Mana shu oddiy o'qituvchi hammamizni farzandlarini, demak, o'sha oliy ma'lumotli qilib turib o'qitganlar. O'zim ham o'sha 88-yil o'rta maktab tugatganimdan keyin 88-93-yil Toshkent o'qimachilik va yengil san'at institutida talaba bo'lganman. 5 yil shu oliy ta'lim muassasasi dargohida tahsil olganman. Keyin 93-yil Kimyo texnologiya institutida aspiranturaga kirganman. Shu 93-yildan boshlab, mana 32 yildan oshibdiki, shu oliy ta'lim muassasasida men aspiranturaga kirdim. Aspiranturani tugatdim. O'sha kandidatskiy o'qidim, fan nomzodi bo'ldim. Bundan keyin o'sha Kimyo texnologiya institutida ishladim. Keyin 2005-yildan keyin Toshkent davlat texnika universitetida o'quv uslubiy bo'limda ishladim. 2008-yil Toshkent davlat texnika universitetining umumiy kimyo kafedra mudiri bo'ldim. 4 yil davomida. Keyin o'zimning soham bo'yicha, demak, o'sha neft gazni qayta ishlash texnologiyasi kafedra mudiri bo'ldim. 2014-yildan boshlab esa o'zimizdagi hozirgi Qarshi davlat texnika universiteti deymiz, oldin Qarshi muhandis iqtisodiyot instituti nomlanardi. Shu institutda 2014-yildan 2022-yilgacha o'quv ishlari bo'yicha prorektor lavozimida ishladim. 2022-yildan Iqtisod pedagogika universitetiga rektor lavozimida ishlab kelmoqdaman. Qisqacha oilamiz to'g'risida to'xtalib o'tadigan bo'lsam, Xudoga shukr 2 nafar farzandim bor, oilaliman. 2 farzandim ham hozir o'sha katta o'g'lim kelinim bilan birga Italiyada magistraturada o'qishadi. Kichkina o'g'lim esa bakalavr o'sha Germaniyada tahsil olyapti. Kelinoyingiz, yangangiz ham o'qituvchi 9-maktabda o'sha rus sinflariga boshlang'ich ta'limdan dars beradi. Qisqacha shu oilamiz 2 nafar farzandim, 1 nafar kelinim, oilam Juda ham havas qilarli darajada. Ya'ni avvalo oxiratlari obod bo'lsin, shu ota-onangiz ham pedagog bo'lishgan, siz ham, umr yo'ldoshingiz ham qolaversa, mana aytyapsiz, faxr bilan farzandlaringiz ham ilohim omon bo'lishsin. Rahmat aytganingizga. Rektor bo'lib ishlash nimalarda qiyinchilik tug'diradi? Dasturlash bu zamonaviy dunyoning yangi tili. Iqtisodiyot va pedagogika universitetida siz bu tilni mukammal egallaysiz. Ya'ni oilaviy hayotda ham qaysidir ma'noda men o'ylayman o'sha vaqt tig'izligi, ish bilan kun bo'yi band bo'lishingiz yoki o'sha uyda bo'lib turib ham ko'pchilikda bo'ladi, fikr xayoli ishda bo'ladi. Bu tomonlarida shu masalalar bo'yicha nima deya olasiz? O'ziga yarasha buni mas'uliyati ham bor. To'g'risi, qachonki o'zingizni kasbingizni sevsangiz, o'z ustida ishlasangiz, men o'ylaymanki, u qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar, u albatta u ish bor joyda xato bo'ladi. Bu ish jarayoni hammamizga
bog'liq bo'lgan jarayon ertalab birinchi navbatda vaqtli turaman. O'sha har kuni ertalab soat 6 da turaman. Shu bilan birga ishga 1 soat oldin, ya'ni 7:30 da ishxonaga kelaman. Shu qanchalik vaqtli kelib qilsangiz, chunki qo'l qo'yadigan qog'ozlaringiz bor, boshqasi bor, o'sha ulgurmagan anavlaringiz bor, kelib o'zingiz uchun kunlik rejangizni qilasiz. Nimalarga e'tibor berishingiz kerak, nimani qilish kerak. To o'sha o'quv jarayoni 8:30 dan boshlanadigan bo'lsa, 1 soatga men harakat qilamanki, o'sha kerakli o'zimdagi rejalarni 2 yil nima qilishim kerak to'g'risida o'ylab yoki kimlarga qanaqa topshiriq berish kerak yoki boshqa bo'lish kerak yoki qaysidir fakultetga yoki qaysidir kafedraga borishimiz kerak bo'lgan jarayonlar bo'ladi. Endi har oyda bir o'sha kengash o'tkazamiz. Bu bor. Bundan tashqari o'sha kafedra mudirlari bilan biz apparatni yig'ilish deymiz. Kichkina o'sha bo'ladigan topshiriqlar, bir haftalik topshiriqlar, bu topshiriqlarning ijrosi o'sha bajarilganlar. Mana hozir ham o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz. O'sha Samarqandda ham kampusimiz bor. O'sha Samarqandda ham hozir o'sha ilmiy ishlar prorektorimda bu ta'lim sifati inspeksiyasi boshlig'i hamda marketing bo'limi boshlig'i kadrlar bilan birga borib, o'sha jarayonda ham chunki u yoqda tahsil oladigan 4 mingdan ortiq talaba bo'ladigan bo'lsa, bu talabaning taqdiri ham biz bilan chambarchas bog'liq. Ularga nimadir yetmaydigan o'sha adabiyoti bormi yoki nimadir kerakli jihozi boshqa hammasi. Demak, bu bugungi boshlangan ishim shundan boshlandi. Mana hozir o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Demak, o'sha joyga o'tgan hafta mana 29-sentyabrda o'zim ham borib keldim. O'sha o'quv uslubi boshqarma boshlig'i, uslubiy bo'lim boshlig'i va bir qator o'sha professor o'qituvchilar bilan birga bu jarayon biz bilan bir xil ketish kerak. Bizda nimadir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, bu albatta ularda ham bo'ladi. O'sha kamchilikni biz oldin olishimiz kerak, kerakli o'sha jihozlar bilan ta'minlashimiz kerak. Kunlik ish vaqtim shundan boshlanadi. Tushunarli. Demak, avvalo o'sha siz aytib o'tganingizdek barvaqt turish va vaqtni to'g'ri taqsimlash. Misol uchun oddiy pedagog bo'lsa, belgilangan vaqti bor, soat 10 dan 11 gacha darsini o'tadi, keyin erkin bo'lishi mumkin. Lekin rektorlarda, rahbarlarda kecha kunduz o'sha mas'uliyat, o'sha hammaga boshchilik qilish, bosim baribir bor-da. Ilohim charchamang, bu yo'lda albatta kuch-quvvat bersin. Bunaqa katta bir jamoaga, katta bir universitetda, oliygohda rektor bo'lib, boshliq bo'lib ishlashni, ya'ni rahbarlik qilishni o'zi bo'lmaydi. Kuch bersin. Endi universitet haqida ozroq to'xtalsak. Iqtisodiyot va pedagogika universitetining asosiy maqsad vazifalari nimadan iborat? Mana shu 2022-yil boshlagan bo'lsa, birinchi boshlagan paytimizda bizda bor yo'q 3 ta ta'lim yo'nalishi bor edi. Mana hozirgi kunda 34 ta bakalavr ta'lim yo'nalishi, 5 ta magistratura mutaxassisligi mavjud. Hozirgi kunda o'sha 20 mingdan ortiq talabamiz, bu talabalarimizga 358 nafardan ortiq professor o'qituvchimiz tahsil berib kelmoqda. Asosiy professor o'qituvchilarimizni salohiyatli professor o'qituvchilarimiz hozirgi kunda oladigan bo'lsak, demak bizda ilmiy salohiyat 46% dan yuqori. Hozirgi kunda demak biz mana o'tgan yili endi bitiruvchilar chiqardik, birinchi qaldirg'ochlarimizdan qildik. Mana bu yil ham xudo xohlasa mana o'tgan yil o'sha 7 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha bitiruvchi chiqqan bo'lsa, bu yil yana ko'proq ta'lim yo'nalishlarimizda bitiruvchi chiqadi. Bu bitiruvchilarimizda yoki shu talabalarimizni birinchi navbatda bizda asosiy vazifaki yaxshi, u xohlaysizmi, yo'qmi, hozirgi kunda raqobatbardosh kadr chiqarmasangiz, ertaga o'sha siz chiqargan talabalar boshqasi ish topish jarayonida juda qiynalib qolishadi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Albatta birinchi navbatda salohiyatli, o'z ustida ishlaydigan professor o'qituvchilar shu talabalarga tahsil bersa, shu talabalar o'zini ustida tinmay ishlasa, men o'ylaymanki, ertaga bularga ish topish ham uncha muammo bo'lmaydi. Sifatli ta'lim kuchli kelajakning asosi. Bizning ta'lim dasturlarimiz bilan iqtisodiy yechimlar va islohotlar drayveri darajasida bo'ling. Birinchi navbatda biz mana shu qaysi ta'lim yo'nalishini ochishimizdan qat'iy nazar kadr iste'molchilaridan biz ulardan so'raymiz. Haqiqatan bizdagi shuni kadr kerakmi? O'zi qaysi yo'nalishga, qaysi sohaga qanaqa kadr kerak? Shu kadrga moslashtirib turib o'sha ta'lim yo'nalishi ochiladi hamda shu ta'lim yo'nalishi bo'yicha professor o'qituvchilar tanlab olinadi. Bizda har yili o'sha professor o'qituvchilarimiz tanlov asosida ishga olamiz, ya'ni 1 yillik shartnoma asosida ishga olamiz. 1 yillik o'sha shartnoma olganimiz o'zimizning qo'ygan talablarimiz bor. Mana shu talablarga javob bergan professor o'qituvchilarimiz bilan keyingi yil yana shartnomani davom ettiramiz. Aksincha o'sha talablarga javob bermagan, o'z ustida ishlamagan, talabalarga sifatli ta'lim berolmagan professor o'qituvchilar bilan shartnomani biz bekor qilamiz, hattoki u ilmiy darajali professor o'qituvchi bo'lsa ham. Chunki ertaga talaba talabdan kelib chiqqan holda bu narsani agar siz qilmasangiz, ertaga siz raqobatbardosh kadr chiqara olmasangiz, ertaga o'z-o'zidan sizni bu oliy ta'lim muassasasiga ozgina bo'lsa ham ta'sir qiladi.
va yangilangan O'zbekistonimizda o'sha keng imkoniyatlar ochildi, ayniqsa ta'lim sohasida. Ya'ni juda ko'plab nodavlat o'quv muassasalari, bog'cha bo'ladimi, maktab bo'ladimi, oliy o'quv yurti bo'ladimi, juda ham keng imkoniyatlar berildi va bu o'z-o'zidan ularning ko'payishiga va raqobatlashishiga olib kelyapti. Mana hozir yoshlarimizga o'sha ta'lim sohalarida ham raqobatbardoshlikka qanday dosh berish yoki raqobatbardoshlikka qanday ustuvor tomonlari bilan yengib o'tishni ko'zlagansiz? Men xohlardim, bu hozir endi hammamizning xohishimiz, albatta bu narsaga biz har bitta talaba bilan individual ishlashimiz kerak. Qaysi talabani, har bitta talabani o'ziga yarasha, masalan, o'zini kimdir san'atga qiziqadi, kimdir teatrga yoki boshqaga qiziqishini bilib turib, men o'ylaymanki, o'sha talabaga biz agar to'g'ri yo'naltira olsak, o'zini kasbini egasi bo'lishi uchun eng katta maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Albatta shu talabalar bilan biz shug'ullanib, har bitta talaba bilan o'sha nimaga qiziqishi, qaysi, masalan, hozirgi kunda ko'proq talabalarimiz IT sohasiga yoki til bilishga qiziqadi. Mana hozir o'sha har bitta o'sha matematika bo'ladimi yoki xorijiy tilda bo'ladimi yoki rus tili bo'ladimi ta'lim yo'nalishini bir u to'garaklar mavjud. Mana shu to'garaklarga qanchalik jalb qilsak, shu talaba bilan yaqinroq bo'lsak, yaqindan tanish mana qiladigan bo'lsak, shu talabani ham dardini eshitamiz, ham unga bir ko'makdosh bo'lamiz. Demak, o'sha nima qiziqishiga qarab turib, demak, hozirgi zamonga qarab turib, ertaga sen o'sha kasbning egasi bo'lish uchun sen xohlasang, xohlamasang ertaga til bilish sertifikati qo'lingda bo'lishi kerak yoki IT sohasini bilishing kerak. Bu mutaxassisligidan tashqari. Hozir ishlab chiqarishga borasizmi yoki qaysidir o'sha maktabga yoki kollejga boradigan o'sha talabalarimiz albatta, masalan, agar qo'lda sertifikati bo'ladigan bo'lsa, ITni yaxshi biladigan bo'lsa, o'sha joyda borgandan keyin albatta hozirgi kunda mana viloyatimizda 6 ta nodavlat, 3 ta davlat oliy ta'lim muassasasi bo'ladigan bo'lsa, raqobat shundaki, deylik mana 9 ta bitta o'ringa 9 ta talaba bordi. Hozir borgan talabani har bitta o'sha suhbat asosida uni ishga olishadi. Demak, o'sha suhbatda buni erishgan yutuqlari, buni til bilish sertifikati bo'ladimi yoki IT sohasi bo'ladimi yoki o'zini qanaqadir yutuqlari bo'ladigan bo'lsa, men o'ylaymanki, ancha buni bali yuqoriroq bo'ladi boshqalarga nisbatan. Demak, o'sha talaba ertaga 9 kishi bo'ladigan bo'lsa, bitta o'ringa o'sha 9 ga 1 bo'ladigan bo'lsa, qaysi talaba kuchliroq, bilimliroq bo'ladigan bo'lsa, hamma xohlaydi shu bilimli talabani ishga olishdi. Tugatgandan keyin. Mayli diplom bor, diplom mayli o'sha davlat yoki nodavlat oliy ta'lim muassasasi hozir diplom bir xil kuchga ega. Buni bilamiz, bu bilan tasdiqlab qo'yilgan. Lekin sharafli kasblar nufuzli universitet bilan Iqtisodiyot va pedagogika universitetida o'qib, oilangiz faxriga aylaning. Ko'proq talabani o'zini ustida ishlashimiz, talabani shu narsaga biz tayyorlashimiz kerak. Ertaga talabani o'zi ham boshqa talabaga nisbatan raqobatbardosh bo'lishi kerak. Shunday. Hozirgi kunda maqtanishmasku, bizda mana 34 dan ortiq xorijiy oliy ta'lim muassasalarimiz bilan hamkorligimiz bor. Bu xorijiy oliy ta'lim muassasalarimiz professor o'qituvchilar bizga tashrif berishadi. Bizni talabalarimiz va professor o'qituvchilarimiz shu xorijiy oliy ta'lim muassasalarida bu mana hozir yaqinda 12-sentyabrdan adashmasam 19-sentyabrga ketishdi. Turkiyani Portugaliyaning Tomor universiteti bilan bizda Erasmus Plus dasturi bo'yicha ham talaba almashuv, ham o'qituvchi, professor o'qituvchi almashuvi bor. Demak, hozir ikkita iqtisodiyot ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarimiz bir semestr deymiz, 6 oy davomida, demak, o'sha Portugaliyaning Tomor universitetida o'qishini davom ettiryapti. Bular o'sha stipendiya berishadi. Ular hozir adashmasam oyiga 830 yevrodan stipendiya berdi. Hozir borgandan sira o'sha stipendiyasini berib 5400 yevro o'zlari joylashtiradi. Borganda, ko'rganda qani bizni talabalarimiz ham o'sha chet el oliy ta'lim muassasalarida o'qiydigan talabalar bilan qanday bellasha oladimi? Raqobatlasha oladimi? Demak, ertaga mana 6 oydan keyin kelgandan keyin bu talabalarimiz o'zini o'sha kursdoshlariga, boshqasiga nimani bilan qani farq qilib turib bir-biriga o'rnak bo'la oladimi degan maqsadda, demak, bu talabalardan qildik. Bu endi o'tgan yil ham jo'natganimizda yana xudo xolasa noyabr oyida o'sha Ispaniyaning Lion universiteti bilan yana ikkita talabamiz borishadi. Shu bilan birga 3 ta professor o'qituvchimiz borib 8 soatlik dars o'tib kelishadi. Ularning professor o'qituvchisi keyin bizga tashrif buyurishadi. Endi biz o'sha 23-yildan boshladik. Portugaliyaning o'sha Tomor universiteti bilan birgalikda. Demak, ularning rahbariyati keldi, o'zimiz bordik, ular bilan talabalarimiz borishdi. Bizda o'sha xalqaro bo'limda ishlaydigan Shohjahon Abdurahimov degan yigitimiz bor, juda yaxshi yigit. O'sha hamkorliklar bo'yicha aniqladi.
Bundan tashqari ham mana Ruminiyaga, Malayziyaga masalan bir necha marta borib keldik. Malayziyalik professor o'qituvchimiz o'sha Shayx Azahar Husayn janoblari deymiz, o'zimizga bir necha marta kelib turib dars o'tib ketishdi va boshqa chet ellik professor o'qituvchilarimiz ham kelib bizga talabalarimiz dars o'tishadi. Demoqchi bo'lganim, demak, ulardagi jarayon qanaqa kechmoqda, biz nimaga ko'proq e'tibor berishimiz kerak yoki bizda nima kamchilik bor, ulardan o'rganishimiz kerak yoki nima ustunligimiz bor. Biz ularga qila oladigan. Maqsad hammamizda ham shu oliy ta'lim muassasasini top o'sha mingtalik deymiz, reyting bo'yicha bir xalqaro reytingdan o'qigan, shu top mingtalik oliy ta'lim muassasalari qatoriga qo'shish. Shu oliy ta'limimiz. Buning uchun demak, har bitta professor, o'qituvchi ham, talaba ham, bizni ish yuritadigan me'yoriy hujjatlarimiz ham talab darajasida bo'lishi kerak. Maqsadimiz ham, oldimizga qo'ygan vazifamiz ham, eng asosiy vazifalarimizdan bittasi shu, xorijiy oliy ta'lim muassasalari talabalari bilan, professor o'qituvchilari bilan tenglasha oladigan kadr chiqarish. Yer bag'ridan chiqqan qudrat sizning bilimlaringiz bilan boshqariladi. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti sizni muhim energetik loyihalarning bir qismiga aylantiradi. Bizning joylashuvimiz Qarshi va Samarqand shaharlarida. Bu xorijiy aloqalariga, xalqaro universitetlar bilan, oliygohlar bilan tuzilgan shartnomalarga yoki o'sha Erasmus Plus dasturi deymiz, bu dastur orqali talabalar almashuvi, ustozlar almashuvi yo'lga qo'yilgan. Haqiqatan ham bu havas qilsa arziydigan, chunki hozirgi zamonamiz yoshlar uchun juda ham keng imkoniyat eshigi bu. Chet elga chiqib, ham stipendiya olib, ham grantlar olib, oddiy qilib aytganda, haligi pul sarflamasdan qaytanga pul olib o'qib kelishyapti. Albatta. Bu albatta quvonarli. Lekin shuni bilan birgalikda oliy dargohlar ko'p. To'g'ri. U yerda ta'lim oladiganlar ham ko'p. Lekin o'sha o'qishib bitirib ishga joylasha olmasdan yurgan ham ko'p-da. To'g'ri. Chunki hayotda bor gap bu. O'sha yoshlarimizni ishga joylashish masalalari, ularning kelajakdagi o'sha rejalariga ko'maklashish masalalari qanday yo'lga qo'yilgan? Mana hozir sizga yuqorida ta'kidlab o'tdim, o'sha iste'molchi kadrlar deymiz. Mana bu yil o'sha 24-25 o'quv yilida 7 ta ta'lim yo'nalishimizdan 1527 ta talaba birinchi qaldirg'ochlarimiz bitirib, o'sha diplom olishdi. O'sha 1527 nafar agar foizdan aniqladigan bo'lsa, 81% ish bilan ta'minlandi. O'qishni bitiriboq ish bilan ta'minlandi. Albatta bitirib aniqladi. Qolgan endi talabalarimiz kimdir o'sha magistratura mutaxassisligiga o'qishga kirdi, kimdir o'sha farzandli hali yosh bo'lganligi uchun ishga joylashmadi, boshqa qilmadi. Bu uchun nima qilishimiz kerak? Mana hozir bitta narsa sizga qonuniy narsani aytishim mumkinki, mana o'sha viloyatimizdagi Sho'rtan gaz qazib chiqarish korxonasi bilan bizda memorandum imzolaganmiz. Bu memorandumga asosan hozir o'tgan yil shu bitiruvchilarning 48 ta talabamiz shu zavodda ishladi. Ishga kirdi. 48 ta talaba 48 ta talaba o'zining mutaxassisligi bo'yicha mana Sho'rtan gaz qazib chiqarish korxonasiga ishga joylashdi. Bu nima deganimizda, mana shu korxona rahbari keldi, ularning mutaxassislari keldi, talabalarimizni demak suhbat asosida tanlab biz o'sha iste'molchi kadrlarga biz o'sha o'quv rejadan qaysi fanlarni o'qitishimiz kerak, hozir qaysi zamonaviy fanlarni kiritishimiz kerak, talabalarimizda nimani bilish kerak. Bu shu bilan birga demak shu talabalarimizni o'zi birinchi navbatda o'sha suhbat qilishdi, keyin tanlab olishdi, qolaversa ishlab chiqarish amaliyotiga bo'lishdi bular. Hozir mana yangi binomizda shu Sho'rtan gaz qazib chiqarish birlashmasi bilan kelishilgan holda talabalarimiz uchun o'quv poligoni qurmoqchi biz. Demak, talabalar o'zini olgan bilimini shu ishlab chiqarish korxonasi bilan birga, demak, shu poligonda ham o'zlashtiradi. Ya'ni talaba ko'zini oldiga keltirib, o'sha o'qigan bilimini nazariy jihatdan endi amaliyotga qo'llay bilish kerak. Nafaqat bu ishlab chiqarish korxonasiga, balki o'sha bir necha maktablarda, mana hozir o'sha boshlang'ich ta'lim yo'nalishi yoki mana xorijiy tillar kafedrasida bitiruvchilarimiz chiqdi. Bular xorijiy tillarni oladigan bo'lsa, mana 16 ta talabamiz bitirib chiqqan bo'lsa, hammasining qo'lida kamida B2 sertifikati bor. Buni yuqorida aytganimdek, borgandan keyin sertifikati bor. O'sha rus tili bo'ladimi, ingliz tili bo'ladimi, o'sha sertifikat borgandan keyin u buni o'zi isbotiga ertaga demak buni o'qigan diplom bilan birga sertifikati talaba ertaga borib turib o'sha raqobatga tushganda ham bemalol men o'ylaymanki yutib chiqqanligini sababligi bu 81% birinchi o'sha qaldirg'ochlarimizdan ishga joylashishini o'zi bu iqtisodiyot yo'nalishi bo'ladi, mana iqtisod sohalariga, boshqa yo'nalishlarga. Demak, shu talabalarimizni o'zini bilimga egaligi, ya'ni bilimga chanqoq egaligi, shu bilan birga professor o'qituvchilarimizni shularga demak to'g'ri bilim bera olganligi, to'g'ri tarbiya bera olganligi. Mana yuqorida ham ta'kidlab o'tdimki,
nafaqat talabalarimizni, bizda hozir mana 3 yil davomida har yili 30 tadan professor o'qituvchilarimizni o'sha Turkiyaning Karabuk universitetida 2 haftalik deymiz, malaka oshirishga jo'natamiz. O'sha universitet tomonidan mana o'sha birinchi yil 15 ta borib kelgan bo'lsa, o'tgan yili 30 ta, bu yil o'sha 24-25 o'quv yilida 30 ta professor o'qituvchimiz borib malakasini oshirib xalqaro sertifikatga ega bo'lishdi. Buni o'zi ham katta yutuq. Demak, o'sha siz xorijdan olingan oliy ta'lim muassasasida siz o'zingiz malakangizni oshirib o'sha xalqaro sertifikatga ega bo'lib keldingizmi? Demak, o'sha o'rganib keldingiz. Talabalarga qo'shimcha bilish, bir dunyo qarashingiz o'zgarib turib, o'zi dunyodagi hozirgi talabga javob beradigan kadr tayyorlash masalasi to'g'risida to'xtalish kerak. Birinchi harf, birinchi so'z ustoz yuragidan boshlanadi. Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, mehr bilan bilim beradiganlar uyi. Yana bitta savol bermoqchi edim. Hozirgi yoshlarni tarbiyaviy masalalari bo'yicha, ya'ni hozirgi yoshlar ham tarbiya tomonidan, ham ilm tomonidan nimalarga muhtoj va ularga qanday yondashuv qilish kerak? Ya'ni ularni yetuk shaxs, yetuk kadr qilib yetishtirish uchun nimalarga ko'proq e'tibor berish kerak deb hisoblaysiz? Mana hozir ko'pchilik talabalarimiz uzoq tumanlardan keladigan talabalarimiz ham bor, uzoq viloyatlardan keladigan talabalarimiz ham bor. Hozir to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bizda o'zi 3 ta fakultet bor, 13 ta kafedra bor. 3 ta fakultetimiz ham 3 ta binoda joylashgan. Demak, 3 ta binomizda ham talabalar uchun talabalar turar joyi mavjud. Bundan tashqari o'sha yaqin atrofdagi talabalarga ijara uylarga joylashtirganmiz. Bu uchun bizda o'sha yoshlar masalalari bo'yicha Fazliddin Mo'minov degan prorektorimiz bor, juda yosh, chaqqon yigit. Shu bilan birga o'sha fakultet dekanlarini, o'sha yoshlar masalalari uchun dekan muavvinlari bor. Bundan tashqari har bitta o'sha guruhda tutorlarimiz ham mavjud. Talabani, demak, ular o'z nazoratiga, chunki ota-onadan uzoqda bo'lgandan keyin talaba nazoratiz qolib ketish kerak emas. Albatta. Ertaga nazoratiz qolgan talabadan u turli xil, har xil fikrlar chiqishi mumkin yoki boshqa bir masalaga qo'shib qolishi mumkin. Hozir yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, ma'naviy, ma'rifiy, bu o'quv bilan birga ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar. Bir necha xil o'sha tadbirlar olib borishadi. O'sha talabalar turar joyda yoki fakultetda o'zida ham bu ichki ishlar bilan birga yoki boshqa xodimlar bilan birga bu tadbirlar bo'ladi. Shu bilan birga hozir bizda o'sha biriktirilgan o'sha dekan muavvinlari, mana kecha ham o'zingiz ko'rgan bo'lsangiz, juda chiroyli tadbir o'tdi. Undan oldin ham o'sha bizning fakultetimizda rektor kubogi tadbiri bo'lib o'tdi-ku, o'sha tadbirda ham talabalarimiz ko'rsangiz juda faol. Demak, biz yuqorida ham ta'kidlab o'tdim, o'sha talaba bilan qanchalik yaqinlashib, yondashib, individual ishlaydigan bo'lsa, o'sha talabani muammosi, o'sha muammoni qanaqa qilib turib o'shanga biz ko'mak bera olamiz. Shu muammogasini yechish uchun. Albatta o'sha talaba bu turli xil tadbirga qatnashsa, kitobxonlik bo'ladimi yoki axborot resurs markazida borib turib foydalanadigan adabiyotlari bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Bu o'sha sport o'yinlari bo'yicha jismoniy madaniyat kafedramiz tashkil qildi. Bu o'sha kurash bo'yicha qildi. U yoqda ham o'g'il bolalarimiz, ham qiz bolalarimiz o'sha rektor kubogi bo'lib turib, undan o'sha mehmonlar chaqirdik, ustozlarni o'sha palvon, o'sha respublikamizda, viloyatimizda eng ko'zga ko'rinarli ustozlarni chaqirdik, ularni maslahatlarini oldik. Bu nafaqat bu o'sha kurash bo'yicha, bundan tashqari bir necha o'sha tadbirlar bor. U shaxmat, shashka, stol tennisi, voleybol. Mana qizlarimiz o'tgan yil juda bir viloyatimizda voleybol bo'yicha qizlar o'rtasida o'sha viloyatda birinchi o'rinda oldi. Hamda shu bilan birga o'sha respublikaga chiqib, bu Buxoro viloyatida bo'lib o'tdi, ikkinchi o'rinni olib qaytishdi. Bu ham o'sha o'g'il bolalarimizga nisbatan qizlarimizni qanchalik, demak, mana shu sportga qiziqishini ko'rib turib, o'zingiz ham quvonib ketasizki, o'zingiz ham xursand bo'lasizki, hozirgi yoshlarimizni shunchalik o'zini ustida ishlaydiganini, o'zini sevgan sohasi bilan shug'ullanayotgan ko'rgan har bitta ota-ona ham, ustoz ham juda o'zini faxrlanib, xursand bo'lishadi bu narsadan. Demoqchi bo'lganim, bunaqa tadbirlarimiz ko'p. Chunki yoshlarimizda o'sha turli xil tadbirlarga yoki quvnoqlar, zukkolar bo'ladimi? O'sha kuni mana o'zingiz ham ishtirok etdingiz, mana Umidjon o'zi ham bordilar o'sha fakultetimizga. Qarang, 3 ta komanda qanaqa o'sha quvnoqlar, zukkolarni hozirgi mavzuga bog'lab turib, olib chiqib turib, ham kuldiradigan, ham ayrim joylarida achchiq haqiqatni ham o'sha aytib o'tishadigan. Bunaqa tadbirlar ko'p. Men o'ylaymanki, mana shu talabalarimizga bu ta'lim-tarbiya berish bilan birga mana shunaqa tadbirlarimizni yana ham boyitib, yana ham aniq qiladigan bo'lsak, talabalarimiz ham xursand bo'ladi. Shu bilan birga professor, o'qituvchilar shular xursand bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz. Albatta. Domla, yana bitta savol bermoqchiman. Mana shu minglab shogirdlaringiz bor.
Bilaman juda ko'p shogirdlar yetishtirgansiz, hatto ilmiy darajalar olib, katta lavozimlarda faoliyat olib borayotgan shogirdlaringiz bor. Hozir universitetda o'qib turgan talabalarimiz kelgusida yaxshi inson bo'lib, yaxshi kasb egasi bo'lib, shu yurtga, elga foydasi tegishi uchun sizdan qanaqa fazilatlarni o'rganishlarini xohlagan bo'lardingiz? Ya'ni o'zingizda qaysidir bir yaxshi fazilat bor, shu yoshlarimizda ham shunaqa fazilatim bo'lsa balki yaxshi bo'lardi degan fikrni so'ramoqchiman. Ozgina vaqtim bo'lsa, kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Bu ish jarayonida bo'ladimi yoki uyda masalan o'sha oddiy kuni bo'ladigan bo'lsa ham kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Hozir oxirgi o'qigan kitobim o'sha Tog'ay Murodni Lolazor degan kitobini o'qib chiqdim. Juda qiziqarli kitob. Juda oldin ham o'qiganman, lekin yana qayta o'qisam qanaqadir joylarini shu o'qimaganligimni yana mana qildim. Shuning uchun men o'ylaymanki, talabalarimiz ham, boshqa ham u mayli qo'shiq eshitasiz, she'r eshitasiz, u Transport sohasining barcha yo'nalishlarini qamrab oluvchi o'quv dasturida ta'lim oling. Harakatdagi hayot temir izlar ustida davom etadi. Kompyuterdan hozir xohlaganingizni ko'rsiz, lekin kitobni qo'lingizga olib varaqlab o'qisangiz, shu kitob ichiga kirsangiz, shunchalik ichiga kirib ketasizki, shu ozgina vaqtingiz bo'lgandan keyin shu kitobdagi xayol bilan, ulardagi o'sha kitobdagi qahramon bilan birga nima bo'lar ekan, shu qiziqish shunchalik kuchli bo'ladiki, borib ozgina vaqtingiz bo'ldimi, shu kitobni varaqlashga qilasiz. Men xohlardimki, hozirgi yoshlarimiz u mayli bu darslik kitoblari bilan birga ko'proq badiiy adabiyotni o'qishlari. Eng yaxshi ko'rgan meni hobbim deyman, bu kitob o'qish. Shu talabalarimizga ham, shogirdlarimizga ham, o'sha farzandlarimga ham aytamanki, albatta kitob ko'proq o'qish kerak. Bu qanchalik o'qisangiz, biz eskida ham bir gap borki, o'sha miyangizni charxini charxlaydi. O'zingizda bir dunyo qarashingizni yoki boshqasini kitob o'qigan inson, men o'ylaymanki, bir kitobga oshno bo'lgan inson hech qachon yo'ldan adashmaydi. Juda ham chiroyli va o'rinli tavsiya bo'ldi. Albatta, men o'ylaymanki, barcha o'sha yoshlarimiz ham buni diqqat e'tiboriga olib, o'tgan kun kutubxonaga kirdim. Haqiqatan ham talabalarimiz o'tirib, o'sha ilmiy kitoblar bo'ladimi, fanlariga oid yoki badiiy to'plamlar, badiiy asarlar bo'ladimi, o'qib o'tirishganini ko'rib, men aytaman, demak, universitetda kutubxonasi bilan avvalo tanishdim. Keyin ko'rib talabalarning haligi kitobga mehrini, o'tirganini, bir-biridan so'rab, yozib, o'rganib turganini ko'rib, demak, kutubxona bor ekan. Qarasam, hamma yaxshi asarlar bor. Endi men hozir qay darajada tushuntirib beryapman, o'zim his qilganimmi, hamma kerakli adabiyotlar, hozirgi zamonaviy chiqqan, yangi nashrdan chiqqan asarlarni ko'rib, borib turuvchi talabalarimizdan she'r eshitamiz, o'zimiz kerak bo'lsa she'r o'qiymiz bu narsaga. O'sha talabalarimiz uchun endi yaratilgan sharoitlarni qiladigan bo'lsak, 3 ta fakultetda ham o'sha axborot resurs markazi deymiz biz, kutubxonamiz ham mavjud. Bu barcha qulayliklarga ega. Demak, o'sha yerga kompyuter jamlanmasi, internetga ulangan hammasi bemalol qilish mumkin. Shu bilan birga o'sha 3 ta kutubxonamizda ham talabalarimiz uchun eng qiziqqan badiiy adabiyotlar, hozir to'g'ri aytgan bo'lsam 50 mingdan ortiq bizda o'sha badiiy adabiyotimiz mavjud kutubxonada talabalarimiz uchun. Lekin haqiqatan ham men kutubxonani bir karra ko'zdan kechirib, o'zim kitoblarga qiziqqanim uchun men ham qarab chiqdim, qaysi kitoblar bor ekan deb, to'g'risi qoyil qoldim. Bibliotekada, o'sha kutubxonada hamma kerakli adabiyotlarni, xoh u ilmiy bo'lsin, xoh badiiy bo'lsin, hali yuqorida aytganingizdek, rus tilidagi, ingliz tilidagi nafaqat dars uchun to'plamlar, balki badiiy kitoblar ham qo'yilgan. O'sha chet el tilidagi badiiy to'plamlar ham qo'yilgan. Ko'proq biz talabalarimizni o'zidan ham so'raymiz. Qani biz qaysi kitob, sizlar qaysi kitobda, o'sha badiiy kitobni biz xarid qilishimiz kerak, siz uchun kerakli deb. Ularni kerak bo'lsa iltimosidan kelib chiqib turib, ularni talabidan kelib chiqib turib ham biz kutubxonamizga o'sha kerakli adabiyotlarni xarid qilamiz. Ustoz, bugun qimmatli vaqtingizni ayamasdan suhbatimizga rozi bo'lib, mana hurmatli do'stlar bilan, tomoshabinlarimiz bilan o'zingizni fikr mulohazalaringizni bo'lishganingiz uchun avvalo rahmat. Men o'ylayman, hali bunaqangi oddiy, ochiq, samimiy suhbatlarimiz nasib etsa hali ko'p bo'ladi. Nafaqat endi hozir sizdan boshladik. Nasib etsa hali mana sizni o'rinbosarlaringiz, prorektorlarimiz bor, yaxshi professor, o'qituvchilarimiz bor. Birin-ketin ularni ham suhbatlariga chorlab, ularni ham o'sha shaxsiy fikr mulohazalarini bilishga harakat qilamiz. Avvalo sizga kuch-quvvat bersin. Hech qachon charchamang.
nasib etsa iqtisodiyot va pedagogika universitetini bundan keyingi faoliyatlariga ham omad tilaymiz. Rahmat, nasib Men o'ylayman bu hali suhbatimizning birinchi qismi, davomi albatta oldinda. Shu o'rinda agar xo'p desangiz, mana kuzatuvchilarimizga o'zingizni tilaklaringizni bildirib, qisqacha xayrlashib qo'ysak. O'z ustingizda tinmay mehnat qilishingiz kerak, ya'ni ishlashingiz kerak, o'qishingiz kerak, o'rganishingiz kerak. Shuning uchun barcha talabalarimizga mana shu o'zini sevgan sohasini eng yetuk mutaxassis bo'lib chiqishini tilak bildiraman. Bu uchun nimaiki kerakli bo'ladigan bu rahbariyat tomonidan bo'ladimi yoki professor o'qituvchilar tomonidan bo'ladimi, demak biz qo'limizdan kelgancha yordamimizni yoki maslahatimizni, kerakli maslahatlarimizni ayamaymiz. Shuning uchun barchaga sihat salomatlik tilayman. Sizlarning ham ishlaringga omad tilayman. Men o'ylaymanki, sizlar bilan tez-tez ko'rishib turamiz. Mana o'z ham yuqorida yaxshi ta'kidlab o'tdingizki, nafaqat men rahbar sifatida qolaversa soha prorektorlarimiz bilan, fakultet dekanlari yoki kafedra mudirlari bilan ham suhbatlashib yoki o'sha kafedradagi yetuk, salohiyatli professor o'qituvchilarimiz bor. Bular bilan ham bir suhbatana qilsanglar yoki oddiy o'sha talabalarimiz bilan ham ko'proq sizlar talabalar ichida bo'lasizlar. O'sha talabalarimiz ichida bo'lib turib, qani talabalarimizga biz yana nima qilib bera olamiz, nima qilishimiz kerak degan maqsadda uchrashuvlar o'tkazsanglar, men o'ylardimki, juda ham xursand bo'lardim. Sizlarga ham rahmat deyman.